Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda Torni Adolat Ligasiga qarshi battle qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshilab joylashib oling, unda biz boshladik. Torni birinchi raqibi Kiborg bo'ladi. Kiborg inson va texnologiya uyg'unligi hisoblanadi. U istalgan tarmoqqa ulanadigan interfeysga va kuchli qurollarga ega. Tor esa Asgardlik chaqmoqlar ma'budi hisoblanadi. Uning asosiy quroli esa Stormbreaker hisoblanadi. Stormbreaker yordamida Tor juda kuchli chaqmoqlar ota oladi. Ularning jangiga keladigan bo'lsak, Kiborg o'zini lazerlari va plazmali qurollari bilan hujum qiladi. Tor esa uni chaqmoq bilan zararsizlantiradi. Bu yerda Torni tajribasi Kiborgga qaraganda anchagina katta bo'lgani va uning Stormbreaker ham Kiborgdagi qurollarga nisbatan anchagina kuchli bo'lgani uchun bu jangda Tor osonlikcha g'alaba qozonadi. Torning keyingi raqibi Aquaman bo'ladi. Aquaman Atlantidani qiroli hisoblanadi. U suv ostida va suv ustida ham yaxshigina harakatlana oladi. Jang suv ostida bo'lib o'tsa, Aquamanda ustunlik katta bo'ladi, lekin jang quruqlikda davom etganda Tor yaqqol ustun bo'ladi. Tor Aquamandan jismoniy kuch, tajriba, qurollar bo'yicha ham yaqqol ustun ko'rinadi va bu jangda ham Tor g'alaba qozonadi. Torning uchinchi raqibi Batman bo'ladi. Batman oddiy inson bo'lsa-da, u daho, strateg va mukammal jangchi hisoblanadi. U o'z aqli yordamida o'zidan bir necha barobar kuchli bo'lgan raqiblarni ham qanday qilib yengish yo'lini topa oladi. Jang hech qanday tayyorgarliksiz bo'lsa, bu jangda Tor osonlikcha g'alaba qozonadi. Lekin ularga vaqt berilsa va Batman tayyorgarlik ko'rib kelsa, Batmanda Torni yengish imkoniyati katta bo'ladi. Ammo Tor jismoniy kuch, tajriba va qurollar bo'yicha Batmandan ancha ustun va bu jangda ham Tor g'alaba qozonadi. Torning keyingi raqibi Flash bo'ladi. Flash juda tez harakatlanadi va bu jangda Flashning yagona ustunligi bu uning tezligi hisoblanadi. Qolgan barcha jihatlarda deyarli Tor ustun bo'ladi. Meni fikrimcha, Torning chaqmoqlariga Flash yaqinlasha olmasa kerak. Agarda Flash sekinlashgan payt Tor unga zarba bersa, Flash mag'lubiyatga uchraydi. Shunday ekan, bu jangda ham Torda ustunlik katta. Torning keyingi raqibi Amazonkalik g'aroyib ayol bo'ladi. G'aroyib ayolning chidamliligi ham, refleksi ham, tajribasi ham anchagina yaxshi. Yana u yaxshi jang qiladi. Tor esa g'aroyib ayoldan jismoniy kuch va qurollar bo'yicha ustun bo'ladi. Bu jangda g'aroyib ayolda ham ustunlik bor, lekin ko'proq ustunlik Torda bo'ladi. Shunday ekan, bu jangda ham Tor g'alaba qozondi. Va nihoyat Torning oxirgi raqibi Superman. Biz bu ikkalasini kuch, tezlik, chidamlilik, qurollar va tajriba bo'yicha solishtirib chiqamiz. Kuchdan boshlasak, Tor Asgardlik ma'bud, uning jismoniy kuchi ham anchagina yaxshi. U galaktika qo'riqchilarining teskari tomonga uchayotgan kemasini torta olgan, jismoniy kuchi yuqori bo'lgan, Hulkni ham yenga olgan. Supermanning ham jismoniy kuchi va zarba kuchi ham anchagina yaxshi. U muz ustidagi ag'darilgan kemani torta olgan. Kemani ag'darilganligini hisobga olsak, bu uchun katta kuch kerak bo'ladi va jismoniy kuch bo'yicha Superman Tordan ustunroq. Shunday ekan, Supermanga 1 ball. Keyingi jihat tezlik. Bu yerda shubhasiz Superman ustun ko'rinadi. Tor esa kamalak ko'prik yordamida bir necha soniyalar ichida istalgan joyiga bora olishi mumkin, lekin jangdagi tezlik bo'yicha Superman yaqqol ustun. Chunki u deyarli Flash bilan bir xil tezlikda harakatlana oladi. Shunday ekan, Supermanga yana 1 ball. Endi esa chidamlilik. Tor Hulkning juda kuchli zarbalariga bardosh bera olgan. Asosiysi, Tor so'nayotgan yulduzning energiyasiga ham bardosh bera olgan. Buning uchun katta chidamlilik kerak bo'ladi. Superman esa dala bo'risining bergan zarbasidan hattoki kiyimi ham yirtilmagandi. Demak, Superman ham anchagina chidamli. Bu yerda bittasini ustun deyish qiyin. Shuning uchun ikkalasiga ham 1 balldan beramiz. Keyingi jihat qurollar. Supermanning hech qanday quroli yo'q. U o'z kuchiga tayanadi. Yaxshi, lekin qurollar ham raqibni yengish uchun anchagina foyda beradi. Torning esa asosiy quroli Stormbreaker hisoblanadi. Stormbreaker yordamida Tor kamalak ko'prikni chaqirishi va chaqmoqlar bilan kuchli zarbalar berishi mumkin. Shunday ekan, qurollar bo'yicha Torga 1 ball. Oxirgi jihat tajriba. Bu yerda ham Tor yaqqol ustun. Tor ko'plab janglarda qatnashgan va tajriba jihatdan Supermanga qaraganda anchagina yaxshi va hatto uni yoshi ham anchagina katta. Jang qilish bo'yicha ham Tor Supermandan ustunroq. Shunday ekan, Torga yana 1 ball.
Strukturalar bo'yicha ular teng kelishmoqda. O'zi bu ikkisidan bittasini kuchli deyish juda qiyin hisoblanadi. Shunday ekan buni sizga qoldiraman. Ya'ni Thor kuchlimi, Superman kuchlimi? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha keyingi video nima haqida bo'lsin, buni ham albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Behruz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha